Biz faqat Allohga shukr qilamiz xolos. Allohdan umid qilamizki, u bizga bu holatlarni yengillashtirsin. Bolalarimiz uchun rizq eshiklarini ochsin. Ayniqsa mana shu bolalar uchun. Alloh haqqi. Biz kattalar ochlikka chidaymiz, sabr qilamiz. Lekin bolalar, ular sabr qila olmaydi. Men eshikni ochsam, kichik bolam yig'lab turibdi. Qizimga bor ko'rib kel, nima bo'ldi unga dedim. U faqat non so'rayapti dedi. Bundan og'ir nima bo'lishi mumkin? Allohdan umid qilamizki, holat tez orada o'zgaradi inshaalloh. Chunki rizq Allohning qo'lidadir. Yaxshi va saxiy insonlar ko'p. Ular G'azo xalqini butunlay unutib qo'ymasliklari kerak. Chunki har bir qilgan ihsoningiz Alloh yo'lida berganingizdir. Alloh yo'lida bergan ihsoningiz och qolganlarga yordam bo'ladi. Ularning kiyinishi, taomlanishi va ichimligiga yordam bo'ladi. Agar ihson qilsangiz, bu siz uchun fazilatdir va bularning barchasi Allohning fazli bilan. Alloh istagan bandalarini bu xayrli ishlarga va insonlarga yordam berishga muvaffaq qiladi, ayniqsa bunday og'ir kunlarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida hech kim qo'shnisini to'qligini bilmasdan uxlamas edi. Endi siz biron bir qo'shni davlatda yoki yaqin joyda bo'lsangiz, insonlar ochlikdan qiynalayotganini bilib turib qanday to'q va xotirjam uxlamoqdasiz. G'azoda insonlar yegan ovqat topa olmay qiynalishmoqda. Bugun 2025-yil 25-iyun chorshanba kuni. Hanuzgacha falastinlik oilalar Isroil bosqini sabab ochlikda kunlarini o'tkazmoqdalar. Bolalar ham och holatda uxlamoqda. Biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida 5 qozon taom tayyorlab, aholilardagi ochlikni biroz bo'lsa-da ketkazish maqsadida ulashmoqdamiz. Ushbu loyihaga hissa qo'shgan barchadan Alloh rozi bo'lsin va yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Holatimiz juda og'ir. Bizda bolalar bor. Ular sutga va parvarishga muhtoj. Bizda keksalar ham bor. Ular ham tibbiy vositalarga muhtoj. Oziq-ovqat va ichimliklar ham yetishmayapti. Shuning uchun sizlarga murojaat qilmoqdamiz. Iltimos, bizlarga imkon qadar yordam qiling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.